Era kursaga masalda men texnolog bo'lib ishlaganman-da, elektrostansiyada. Buxgalteriya sohasida tasavvuramatik ko'rmayman to'g'risi. Men Abdurahmon Mardonbek shu Finlight akademiyasini buxgalteriya kursini tugatganman. Bu yerni Finlightni tanlashimning o'zi asosiy maqsad eng ko'p atmosferasi ham yaxshi, bilim berishlari zo'r, ustozlarning malakasi eng zo'r bu yerda. Ko'p firmalari bor ustozlar ham, ishlash narsa ham, bolalarga o'rgatish qobiliyati ham yaxshi. Shu sababdan Finlight tanladim. Bu yerda Finlightdan ko'p narsa o'rgandim. Soliq kodeksi eng asosiy men uchun kerak bo'lgan shu narsani o'rgandim. Lekin umuman aytib qaraganda Finlight bir yo'l berdi menga desam ham bo'laveradi. O'zi savol xato berdingiz-a? Qaysi dars qiziqarsiz bo'lgandan savolni bersangiz men javob berishim mumkin edi. Hech qaysi. Zo'r, eng asosiy soliq kodeksi. Qiziqqanim ham shu. To'g'risini aytaymi? Past daromad bilan yuqori daromad. Boshqa narsa kerakmi? Eng qiziqi shu oylik mavzusuna keladigan bo'lsak, oddiy 1-2 firma bilan ishlashib turgan, endi boshlayotgan turgan buxgalterlar ham endi 4-5 million topsa bo'ladi. O'zimga keladigan bo'lsam, kami. Endi ariyanni aytish menimcha noto'g'ri bo'ladi. Buxgalteriyani men sabrli insonlarga tavsiya etaman. O'zim ham boshda sabrsiz bo'lganman. Ishga girgandan keyin ishda o'qishni bitirib, ishga girgandan keyin bildim, bunchalik sabrli ekanimni. Sabrli insonni tavsiya etaman. Asosiy narsa neni o'qishni tanlashingiz natijaga bog'liq. Natijaga qarab tanlangan neni o'qishlar.